Hamma davlat kanallari. Hamma davlat kanallari shu yerda. O'zbekiston Milliy teleradio kompaniyasi. Albatta. Yoshlarda. Do'stlar, o'zing gapirib ber. Shunaqa vedущийli ham chiqadi akalarimdan. Bayramlaringlar bilan. Yaxshimi? Yaxshimisizlar? Assalomu alaykum. Rahmat. Syomka kirdinglarmi? Kirdik. Syomkalarni ko'rdim, chiroyli, go'zal chiqdi. Rahmat. Alloh ziyoda qilsin. Rahmat. Shunaqa paytlarda Navro'zlarda ko'rish nasib qilsin. Qutlug' bo'lsin, yurtimiz tinch bo'lsin, yurtboshimiz omon bo'lsin. Farzandlaringiz ham baxtli, saodatli bo'lib, butun dunyo tanigan inson. Rahmat. Tanjoningiz sog' bo'lsin. Bayramlar qutlug' bo'lsin. Sog' bo'linglar. Sizlar o'tinglar. Rahmat kattakon, sog' bo'linglar. Rahmat. Yakhandani kim aytgan? Mana shu qiz aytgan. Assalomu alaykum, xayrli kun azizlarim. Yaxshimisizlar, tuzimsizlar? Charchamayapsizlarmi? Navruz ayyomlari muborak bo'lsin. Biz oilaviy hammamizni Navo kanaliga va Qator kanaliga keldik. Ketma-ket Navruz bayramiga prямой efirlarga hozir qo'shilib chiqamiz. Bu sizlarga nima demoqchiman? Istoriyaga chiqishdan maqsad hozir Havas Indian Shop kanalimizga o'tib olasizlar. Это Navruz ayyomi va muborak Ramazon, Hayit ayyomi munosabati bilan judayam katta skidka qilib yubordik. Ayajonim o'zlari aytdilar, skidka qilgin, hammaga manfaatli bo'lsin dedilar. Eng zo'r kачественный qiyincha liboslar kelgan Hindistondan. Shunaqa rang-barang, bir-biridan chiroyli bemalol sotib olishinglar mumkin. Avval 380 ming, 400 minglik o'sha kiyimlar hozir atigi 180 ming so'mga tushgan. Shuning uchun bemalol o'tib tanlab olinglar. Dastamdan beri Havas guruhi. Assalomu assalom. Marhamat. Sizlarga ham muborak bo'lsin. Biz bu yigitlarni qizchalarni taniganimiz uchun kichkina qizchalarga maktabda 4-5 sinfga boradigan birinchi suhbat o'tgan paytda. O'shanda Hindistonga borib kelganingizda, agar esimda bo'lsa. Qani bugungi bayram niyatlari, tilaklari sizlarga? Tabriklashimiz kerak. Kelgan bayram Navruz bo'yicha judayam 2 karra bayram bo'ldi. Sababi farzandli bo'lganlar, adashmasam o'g'il farzand, to'g'rimi? Muborak bo'lsin, umri bilan nasibasi bilan kelgan bo'lsin. Assalomu alaykum aziz teletomoshabinlar, Navo kanali muxlislari. Barchaga bahoriy ayyomi muborak bo'lsin, Navruz olam muborak bo'lsin. Yangilarni, sho'xlarni, oilangizni yaxshi ko'ramiz, Navro'zni